changlar jangi bo'lib o'tadi va bunda men va qishloqi Yevich nima gapirish bilmaysan? Qishloqi ishtirok etadi. Va boshladik, davay tez. Ha, unda nega qo'limiz bunchalik uzun? Sen ichvacha qilyapsan, meni qo'lim yo'q. Ha, mening qo'lim juda ham uzun. Bolalar faqat ichvacha qiladi. Qaranglar, mana bu olmazniy blokni yashirishimiz kerak va buni do'stimiz topish kerak. Agar sindirsa, u yo'qolib hisoblanadi. Shunday bolalar. Voy, men birinchi bochkani topdim. Darrov topdim men. Men birinchi bochkani topdim. Faqat buni o'qi yo'q ekan. O'qini qayerdan topish? Sal qoldi, yiqilib ketardim. Xo'sh, men yashirdim. Birinchi bochkani topdim. Ichida hech nima yo'q ekan. Qani? Ha, bolalar qishloq pachoq deb endirkrak pachoq deb yozib qo'ydi. Ha, mayli, boshqalarda aniq bor. Menga ishonaver. Qiyshiq. Buni begorlab qo'yib nima qilasan? Qiyshiq, men ustimdan kulish bas qil. Nima? Men darrov beroqqa keldim. Men ikkinchi. Senga hujumga o'tish vaqti. Ovozini qara buni. Yutasan. O'zingga ko'p baho berma. Men yovuzman. Sen yovuz bo'lsang, men mega yovuzman. Rostdanmi? Ha, rostdan. Ishing bormi? Yo'q, yan bittasini topdimmi deyman. Men topdim. Men ham topdim. Demoqchiman. G'isht. Men hali topmaman. Eloy, sen buncha darrov ko'p topsan? G'isht? Men g'isht emasman. Sen qiyshiqsan, qiyshiq. Sen qiyshiq beksan. Dabichka. Xafa qiling, qo'y, men sen videolaringni deb talcha Navoiy. Shunaqa deganmi? Ha. Voy bolalar, kommentariyada yozib qoldiring. Shunday deganmi Alisher Navoiy? Albatta. Bilmagan ekan. 4 yildan beri hali. Xo'sh. Rustam emas qishloqi. Yo'q, tushib ketdi. Yo'q, qaytib keldi. Yashirinish yaxshi ish emas. Narsalaring qaytib paydo bo'ladimi? Ha, albatta. Men narsalarim joyida. Negadir menda kechasi. Damlamadan ichmagansan-da. Men yovuzman, bilib qo'y. Yana bitta topdi. Mening ham davrim kelarkan. Mening uyimdan toza bo'lib ko'rsatib qo'yaman. Xo'sh. Men sen uyingdaman. Yaxshi bo'libdi. Ya yovuz!
Sen de bu qayerdan keldi? Qayerdan kelgan bular? Ay yordam. Men yiqilib tushdim. Ha mayli. Menda zapto nima borligini ham tushunmaysan, nima borligini bilsang. Ha, menda blaster bor, shuni bilib qo'y. Blaster? Ha! Ana endi o'lding. Ha ha ha. Bu sandiqlarni topaman deganimcha men yaqinda o'lib ketaman. Nima topganimni qaranglar do'stlar. Ana endi kuning bitdi. Kim edi bu? Chiq boqqa. Uçup kayverdim. Hoy, men bu yerdaman. Men seni qidirishim kelayotganim yo'q. To'xta, sen qayerda? Ha, mayli, seni ham nimangni topishim kerak. Seni ham mana bu. Sen kelibsan, ko'qish. Obeş, orada senga ko'rsatib qo'yaman. Qayerga yashirding? Ha. Menda qanotlar bor. Sen meni qasimdaligingni bilaman. Chunki shu yerda hamman. Bilaman. Ikkalamiz maza qilib qasimni qo'llab o'tiribmiz. Men seni almasni blogingni topyapman. G'isht. Meni almasni blogimni topish senga emas. Bir zumda topaman qo'yaman. Ammo sen bir almasni bloging eng pastiga shunday qo'yaman deb o'ylaganingmi? Ustiga bloglar qo'ymayman. Hey, bolakay. Kel bu yoqqa, hey. Qachon topding o'qlarni? Qachon topishga ulgurding o'qlarni? Topdim. Qaraysan.
seni topaman degancha o'lib ketamanmi deyman. Ha mayli, mening jonim kam. Ovqat topishim kerak. Aytgancha, to'xtanglar. Menda axir mana bu bor edi-ku. Bo'ldi bu yoqqa kel. Qanisan, ey. Ya bu hujum men tarafda ekan-ku. Odamni shunchalik qo'llash kerakmi? Ha, qo'llash kerak. Bu yoqqa kel. Ha, o'ldik. Bir-birimizni juda ham tez o'ldirishga. Ha, tez. Xo'sh. Bu yerda yana blaster bor ekan. Bu qanaqa blaster bo'ldi yana? Menga kerak emas. Yo'q, kerak. Faqat qaysini o'rniga? Ana buni o'rniga, buni o'rniga emas. Mana shuni o'rniga. Menga ovqat kerak. Ovqat qayerdan topishni bilmayapman. Sen plasterlarni o'qini qo'yganmisan? Qachalla. Haydagi bu o'qlar yo'q, obunachilar. Nima? Endercrack meni aldayapti. Bir narsani aytaymi? Men bu o'qlarni senikidan oldim. Mening jahlim juda ham chiqdi. Rahmat. Sen bitta blasterni 2 marta qo'ygansan, g'ijim. Hop. Mayli. Ha mayli. Hozir. Mening jahlim juda ham chiqyapti. Mening jahlim menda to'xtatib bo'lmaydi. Shuni bilib qo'y, mening jahlim to'xtatib bo'lgan ishim yo'q. Shuni bilib qo'y, mening jahlim juda ham chiqyapti. Seni o'zimni qaydiraman. Bo'ldi, gapirma. Ezding. Men tarafga nima qilasan? Sen tarafgami? Shunchaki seni o'ldirmoqchigim keldi. Ha. Shunda demaysanmi? Qanisan, ey g'isht. Men g'ishtelloman. Shuni Sen qayerdasan? Ha mayli. Undan ko'ra blokni topgan yaxshi. Siz blokni yashadingmi? Ha, yashirdim. Sen menikidanmisan? Hozir ko'ramiz. O'qlarni topdim. Endi bu yoqqa kel. G'isht. Topib qo'ydik-ku. To'xta. Ha. Buni o'qini qanday qilib qo'yadi? Menga shuni tushuntir. Men O'zi yo'qlanadi. Tuni yonsin. Qishloqqa, senda bitta ham nima yo'q. G'isht bo'lma. Qoch bu yerdan. Повезло. bu o'qlanmayapti. Ruslan aytyapti. O'ldim. Ruslan aytyapti. Bu o'qlanmayapti. Qanday o'qlanmasligi mumkin axir? Bu o'qlanmayapti. Men Ruslan aytyapman. To'xtang. G'ishtmisan?
Qoldim de qo'y. Sen nega meni yotog'imga bosib qo'yding? Buni javoblik deydilar. G'isht. Meni ko'mib qo'ymoqchimisan, ha? Ko'mib qo'ya olmaysan. Men sizni o'ldiraman. O'ldir. Men bundan xursand bo'laman. Nega o'lmayapsan, g'isht? Wow. Basa bloklar bor ekan. Oyoq. Nega bu yerga kirib kelmayapti? Men top berdim shuni ham. Bir to'xta. Men bu yerdan paydo bo'ldim. Men yotoqlarimni sindirdim. Bunaqasi ketmaydi do'stlar. Axir men qanaqa Nega mening yotog'imga bosasan, g'isht? O'zingning yotog'ingga bosib qo'yaver. o'g'rim. O'zingning yotog'ingga bos, g'isht. Nima? Men qayerdaman? O'zingni yotog'ingni berganingdan keyin shunday bo'ladi. Ha, mayli. Sen bloging qo'ymagansan. Xo'p degin. Men qo'yganman, sen qidira olmayapsan. Kirka bilan solib qolaman senga g'ishtga. Ha, mayli. Bu baribir ham o'tmayapti. Sen o'lding. Do'stlar, g'irromlik ketmaydi. Mana bu menga uxlamayapti. Men rostini aytyapman. Bolalar, bunaqasi ketmaydi. Bu rostdan ham uxlamayapti. Bolalar, bunga kim qarab turmayapti? Bu g'irrom. Men qayerdan bilay? Meniki uxlanyapti-ku. Yo, sen men tarafda eting. Ha, Yaxshi. Sen blogni o'ldiraman. o'ldira olmaysan. Solib turib o'ldiraman. O'ldirdim. Men sen blok... Chiqalab tushay dedim. Men o'lganim yo'q. Menda elitra bor ukajon. Har bunga javob berasan. Uy, menda ham. Sen qayerdan olding elektrani? Voy, men ham topdim. Men o'damasanmi? Sen menikidan topdingmi? Yo'q. O'zimnikidan. Sen nima? Ha, hali ko'ramiz. Men senikidan o'rgandim. Elektrani. Xo'p, men senikidan oldim. Men hozir o'zimnikidan topdim deding-ku. Yo'q, sen aldagandim. Aldashni yo'li bor. Shuni bilib qo'y. O'lasanmi yo'qmi?
Menda ham narsalar yo'q, shuni aytsam. Men yo'q dedimmi? Men seni almasni blogingni qidirib o'ylaman-ku. Ya sen yashirmagansan. Men yashirganman, shuni bilib qo'y. O'g'lasam baxudo mana. Sen ham bundan bilmaysan. Men odamman, shunchaki sen odamlikni bilmayman. Ha, yaxshi. Sening bu blogingni topgancha unutmayman, aytib qo'y. Voy, qaraysan. Yaxshimi? Qanday? Menda ham elitra bor. Ya sen bosh kiyiming sindi. Hay, yaxshi. Sen kreativ. Yo'q. Men elektrodaman. Unda biza qanday qilib buni uchib turibsan? Elektrodaman deb turibman. Hop, bir. Молодец. Sen nega zo'r? Menda ovqat yo'q, shuning uchun. Menda esa olti ham bor. Bunaqasi ketmaydi, ey g'isht. Hay, sen ham ko'pikda. Qo'ymayapsan-ku yotoq qo'yishga, yotoq. Yotoq Qo'y. Voy, menda ham elitra bor edi, ishlatishga ulgurmadim. Menga bos qo'y. Yo'q, bosmayman. Endi elitra ishlatmoqchi bo'lgan edi. Do'stlar, endi nima rejimida, kreativ rejimda emasmi? Men o'zim ataylab o'ldirdim. Chunki jonim to'la bo'lishi uchun. Ana endi ham o'ldingmi deyman-a? Voy, g'ijim. Meyte, rahmat. Men oltonaman. Sen yuting degani emas. Kel bu yoqqa PvP nafik. Mening bularım ishlamaydi. PvP nafik. Voy, so'kinma. Men so'kinganim yo'q-ku. Kim so'kin? PvP nafik deb turibman. Bunday bo'lsa, bularni qanday qilib yo'qlashni bildim. O'zi yo'qlaydi-ku, g'ijim. Menga o'zi otdi. Yeah.